Mustaqillik mahallada yashovchi Melibayev Alijonman. Shunda sport kollejiga senatorimiz kelganda shu mahallamizdagi kamchiliklarni aytib hamda ekiga apparat qishloq punktiga so'raganmiz. Mana hozir shu natijasini ko'rib qishloq vrachlik punktiga ekiga apparat olib kelindi. Uzog'imiz yaqin bo'ldi. Shundan fuqarolarimiz foydalanadi hamda shu deputatimizga va shu mutasalli barcha boshliqlarga rahmatimizni aytmoqchimiz. Men Xizirobod oilaviy shifokorlik punkti katta hamshirasi Soliva Orziqxonman. Bizda oilaviy shifokorlik punktimizda 5 ta mahalla fuqarolar yig'iniga xizmat qilamiz. Shu fuqarolar yig'inida 14615 nafar aholiga xizmat qilamiz. Bizning fuqarolarimiz murojaatidan so'ng senatorimiz tomonidan bizga zamonaviy yangi ekiga apparat taqdim etildi. Bundan biz juda ham xursandmiz. Shu ekiga apparati orqali biz aholimizni salomatligini yanada mustahkamlashda xizmat qilamiz. Buning uchun ming rahmat aytamiz. Barcha xodimlar tomonidan, aholimiz tomonidan ming rahmat aytamiz. Tashakkur.